Zamonaviy sportda yuqori natijaga intilish bilan bir qatorda halol raqobat tamoyillariga amal qilish ham muhim talablardan biridir. Ayniqsa xalqaro musobaqalar oldidan sportchilarning antidoping qoidalari bo'yicha bilimini oshirish, ularni taqiqlangan vositalar va ulardan kelib chiqadigan oqibatlar haqida xabardor qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Toshkent viloyatining Indokent sport majmuasida O'zbekiston kurash federatsiyasi hamda Milliy antidoping agentligi hamkorligida kurashchilar uchun maxsus seminar tashkil etildi. Tadbir davomida antidoping qoidalarini chuqur o'rgatish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, doping vositalaridan mutlaqo voz kechish tamoyillarini mustahkamlash, va'da talablari, qoidabuzarliklar uchun jiddiy sanksiyalar haqida aniq va ochiq tushuntirishlar berildi. Unda federatsiya bosh kotibi Alisher Eshonqulov hamda Milliy antidoping agentligi mas'ul xodimi Humoyun Omonovlar so'zga chiqib, O'zbekiston kurash federatsiyasi bugungi kunda milliy sport turini har tomonlama rivojlantirish, uning xalqaro maydondagi obro'sini yuksaltirish yo'lida katta ishlar qilinayotgani haqida so'z yuritishdi. Ushbu seminar nafaqat bilim berish, balki kurash oilasini yanada sof, halol va sog'lom saqlash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Sababi bugungi kunda sportda muvaffaqiyat faqat kuch va mahorat bilan emas, avvalo halollik va to'g'ri tanlov bilan erishiladi. Tadbir yakunida murabbiy va yakkakurashchilar soha mutaxassislaridan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob ham olishdi. Aytish kerak, ushbu bilimlar natijasida joriy yilda Yaponiyada o'tkaziladigan Osiyo o'yinlarida atletlarimiz yurtimiz sharafini munosib himoya qilishadi. Ma'lumot o'rnida qit'a o'yinlarida 7 nafar kurashchimiz 4 ta vazn toifasida ishtirok etadi.